Не. На операции, если понадобится, бесплатно. И лечение, лекарства. Да, лечение. Лекарства мы сами на себе берем. Ты лучше заботься о своем. Ладно? Hammalaringizga niyatlaringizga teging. Sog'lik, salomatlik tilayman. Agar xoh bo'lsangiz shaharga yotqizamizda, o'sha yerda eng professional siz o'sha yerda davolang. Yana oling. Bu ertalabga, ertaga kechasiga oling. Farhod, ertaga borasan uylariga, yozib olasan, o'sha remont qilasan ularni. Bo'ladimi? 30 million pulni tasdiqlab, Xudo xolasa 2 kunda o'tkazib beramiz. Nima deyapti doktorlar? Tuman hokimimiz ham sog' bo'lsinlar, martabalari ulug' bo'lsinlar. Nima muammongiz bor? 1 числах мая положим. Вас устроит это? Хорошо. Siqilmang, tuzalib ketasiz hali. Muammongiz bo'lmaydi, uni tekinga qilib beramiz. O'zim uyda hozir pishirib sotaman-da mahallada. Ikkita voyaga yetmagan farzandim bor, boquvchimiz yo'q. Bizada endi boqman deb bo'lmaslik uchun o'zim eplashga shu ishni boshladim. O'ngizda bo'lsin. Endi mikser, blender kerakli narsalarimni kredit aziyadan oldim. Hozir menga suv isitgich bilan bitta morozelka, ko'chamiz boshidan kichkinagina joy kerak mahsulotni sotishga. Joy masalasi hokim buva o'zlari bir tumaningizga borganlarni yozib oladilar-da, mahallangizga qabul bo'ladi, boshqa borganlarni uni ko'rganlar bo'ladi. Sizdagi irodali ayollar ko'p bo'lsin iloyim. Siz ertaga obedgacha bo'ladi, morozelka bilan suv isitadigan olib tashlang. Kecha mana hokimimiz Jahongir Ortiqxo'jayev qabullariga borgandim. Uyda men pishirish bilan shug'ullanaman zakazlarga. Shuning uchun ulardan iltimos qilib xolodilnik bilan suv isitgich iltimos qilgan edim. Kechqurun qilgan iltimosim bugun meni yetkazib olib berishdi. Ularga kattakon rahmat. Yurtboshimizga ham rahmat. Shunchalik bizga o'xshagan temir daftardagi ayollarni qo'llab-quvvatlab shunaqa imkoniyatlar yaratib berganlariga rahmat.